Kimdir uchun bu eski video kasseta, lekin siz uchun unaqa emas. Biz uchun juda ham qadrli. Sumalakdan tosh topdim bir parcha. Onam qo'llarida bo'lgan, shu sumalakdan qo'lingizda bo'lganda bu. Mo'jizali mo'jaz tosh. Sudil Xoliqov sizning amakingiz. Bo'yi ham, ko'rinishi ham amakisiga o'xshaydi. Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Shirin xotiralar jonlandi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Mendan dunyo so'radi, mendan meni so'rama. Yoshligim deb o'tiribsizmi? Yoshligim qo'shig'idi Birinchi kinom 21 yoshda edim. ayolimda. 70 dan oshgandan keyin ertalab ko'zingizni ochsangiz, eng katta shukr qilish kerak. Baxtsizlik bo'lmagan daqiqa bu baxt. Televideniyaga chiqsangiz qanday? Bilmasam, hech tasavvur qilolmayman televideniyaga chiqishni. Singlim bor, shunga alohida salom deb qo'yay. Esingizdan chiqib ketadi xola dedi menga. Mana. Unutmadim seni, singlim. Barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaqinda telekanalimizda yangi serial premyerasi bo'lib o'tdi va sizni tabriklaymiz. Rahmat. Hali ham ish jarayonlari ketyapti. Xalqimiz tomosha qilib, bizning mehnatimizga baho berishadi. Keling bir parchasini tomosha qilsak. Shu rolni menga berishlaridan oldin suhbat bo'lgan, qalbida bir katta dardi bo'lgan, mushtipar bir ayol rolini o'ynaysiz deyishgan. O'sha ayolning dardini his qilishga harakat qildim. Taklif etishganda o'zingiz aytdingizmi, Ziyoda bu yetgan yigitlarning onasini rolni ijro etgan vaqt ham yetib ketdi mana. Ha, shunaqa. Lekin men hayron Oradan 20 yil o'tib ketdi. Birpasda. Meni kashfiyotimda bu aslida. Jonim seni yoxud egizaklar filmida ajoyib obraz yaratgan va hali hanuz o'sha yoshda, o'sha ko'rinishda, o'sha go'zalligi bor. Rahmat. Shu paytam yig'loqi bo'lgan ekanman. Juda ham emotsional. Menga qarang. Buncha mashhurdek qattiq bo'lmasangiz? Ibi, hali men qattiq bo'ldimmi? Unda bilasizmi kimsiz? Siz borsiz. Siz kuydirgan kallasiz. Siz uchun Ziyoda o'sha qiz. O'sha qiz 17 yoshlikmi? 17 yosh. ayniqsa Baxtiyor, ayniqsa hamma aktrisalar bilan eng endi boshqa xafa bo'lmasin, eng vaqtida keladigan va bitta dublda ijro etib beradigan aktrisa Ziyoda edi. Yig'lash kerakmi? Yig'lash kerak. Yig'lab berardim, birpasda yig'lab berardim. Mana hozir ko'zim. Hozir ham 20 yil voqeani eslab oldingi voqea. shunaqa. Kinodagi ilk qadamlaringiz. Ilk qadamlarim. Lekin bundan avval kliplar bo'lgan. Yulduz Usmonovani qaysi qo'shiq edi? Mendan meni so'rama. Mendan meni so'rama klipida ijro etgan. Aktrisa sifatida birinchi rol ijro etgan klipim shu bo'lgan. Dillasi yo'q qaynadir, egilmasa yaynadir, suv oqmasa soynadir. Mendan meni so'rama, kundan kunni so'rama, qo'rdan kunni so'rama. Mendan dunyo so'radi, mendan meni so'rama, kundan kunni so'rama, qo'rdan kunni so'rama. Mendan dunyo so'radi, mendan meni so'rama. Bu 15 yoshda ekan, 2 yildan keyin men 17 yoshda. 17 yoshligida taklif qilganman. O'shaning uchun hamma gapiradi. Yoshligim deb o'tiribsizmi? Yoshligim. Qalban yosh bo'lish. Yuragim juda ham bir jo'shqinga kelib ketdi. Oldilar palonchi yoshgacha borsang bo'ldi, 30 ga to'lding, o'tin bo'ldi degan gaplar hech qanaqa unaqa yolg'on ekan. Mana men aytib chiqaman. Ayol kishi uchun kerak bo'lsa 40 yoshdan keyin ham karyerani davom ettirish, to'xtagan joydan davom ettirish mumkin ekan. Ammo to'g'risini ayting, 18 yoshda bo'lganingizda 40 yoshli opa-singillarimiz xayolingizda katta xotinlarida kechiringlar meni. Keniylar bo'lgan haqiqatan. Yo'q, har bir yoshni o'zicha davri ajoyib ekan. Rafiqa sifatida, kelin sifatida, ona sifatida tajribalar orttirganim uchun bemalol shunaqa dardi bor ayollarning rolini qalban ijro etyapman. Men ko'pchilik gapiradi, yoshsiz deydi, qarimaysiz deydi. Qarilik qidiraverar ekanda insonni. 50 dan 40 dan 50 dan o'tgandan keyin qarilik qidirar ekan. Hamma uyga kirib borar ekan qarilikda, keyin qarini bo'yniga olding, sen qarisan chiqib ketaverar ekan. Chunki qari o'tiraverar ekan uyda. Lekin men uyga borganda hech topolmas ekanda. Hech topolmaydi. Qari qaqqa boradi, hech u yoqqa borsa, uyga borsa, solda kunlab kutsa yo'q. Qo'y, qarimay qo'ya qolsin.
qarimaydi baribir bu. Harakatda har doim. O'shancha harakatda bo'ling. Har doim ishda bo'ling. G'ayratda bo'ling. Ancha yillar avval Burxon aka qanday bo'lsa, hozir ham shunday. Bunga isbot Nimalardir bor. arxiv video ko'rsatuvingizdan bir parcha. Sizni Xoliqov 1991-yil 14-iyulda hayotining eng asosiy qismiga qadam qo'ydi. Ya'ni u uylandi. Endi oldingi hayotingizga qaraganda hozirgi hayotingiz o'zgardimi? Oldingi hayot bir qanaqadir uncha tashvishsizroq ko'rinardi. Endi hozir qanaqadir bir mas'uliyat sezadigan bo'lasiz. Uyingizga bir mehmon kelib qolishi bor yo boshqa. Oldin bir erkin qushdek yurardingiz. Qanaqadir hozir endi har narsaga bir e'tibor beradigan bo'ladi. Jiddiy bo'lib qolakansiz deb aytmoqchi emasman-ku. Endi qanaqadir bir ma'lum bir darajada jiddiylashar ekan odam. Kelajakdagi mana bu san'at sohasidagi ishlarimga menimcha u yana ham yordam beradi deb o'ylayman. Ijodiy faoliyatimga hisoblaydigan bo'lsak, roppa-rosa 40 yil bo'ldi. Bu ko'rsatuv 1991-yil ochganman, Salom yoshlarni. Va bu ilk sonlardan biri. Haligi gapirgan joyim bor o'zim boshi, u birinchi son. Biz Xusud bilan nafaqat ishlaganmiz, biz do'st edik. Quroldosh do'stim, harbiy xizmatda bo'lganmiz. Bu tasvirlar nafaqat siz uchun qadrli, balki Hoji Akbar uchun ham o'zgacha qadrga ega. Xusud Xoliqov sizning amakingiz. Amakim bo'ladilar. Siz katta akalar Shahobiddin akaning o'g'illari. Shunaqa. Iste'dod qondan o'tadi deb bejiz aytishmaydi. Garchi orada boshqa yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatgan bo'lsangizda, hatto boshqa mamlakatda yashab ishlagan bo'lsangizda, lekin baribir san'atga bo'lgan mehr Qo'yib yubormaydi. Uspensky maktabida o'qiganman, keyin musiqa kollejini bitirib, keyin shu Amerikaga ketib, boshqa faoliyatlarda ham ishlandik. Yoshlikda o'tkazgan shu musiqada ko'proq vaqt o'tkazganimiz uchun bilmayman, menda shu musiqani baribir qilishim kerak degan narsa turaverardi shu. Shu sabab hozirgi kunda endi vatanga qaytib, ijodni boshlab, endi sekin-sekin bitta ijod mas'ullarini taqdim qilishni boshlaymiz, xudo xolis. Bo'yi ham, ko'rinishi ham amakisiga o'xshaydi. qolaversa ovozi ham. Agar teskari qarab eshitsa, Husn Xoliqov. Farzandi ham bor, Asliddin. Uni ham ovozi xuddi otasini o'zi. Dasturimiz davomida Husniddin Xoliqov ijro etgan qo'shiqni o'z talqiningizda taqdim etasiz. Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Asalni bor so'zlaring Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Oh, shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Asalni bor so'zlaring Asalni bor so'zlaring Senda doim hayollarim mening yolg'iz sevganimsan, senga talpinadi go'zal tengsiz dilbarimsan. Oy kabi yuzingni, oq shirin so'zlaringni suydim jon. Qizg'onib o'zingni, bu qora ko'zlaringni suydim jon. Asalni bor so'zlaring Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon. Asalni bor so'zlaring Shirin shirin kulishlaring jonim olar yorug' jon.
Masalli bor so'zlaring, so'zlaring. Shirin xotiralar jonlandi desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, ko'zim oldidan o'sha 80-yillar, 90-yillar boshlari. Bir 6-7 oylik farqimiz bor-da, men Husniy aka derdim. Ya Husniy o'rgandi, yo'q Husniy, hamma Husniy derdi. Husniy aka derdim. Hammasi ko'zim oldidan o'tdi. O'sha nafasi bunda ham bor-da, o'sha erkatoy ovozda. O'zingizga ham aytishadimi? Shunaqa. Ayniqsa shu qo'shiqdan keyin eshitgan insonlar ko'pchilik shunaqa o'xshab ketar ekan deb. Shu o'rinda keling, yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Yaqinroq muxlisimiz bo'ling bizga hamroh. Shuncha qiziq sahifalar ko'rasiz, ko'rib o'zingiz ham bunga amin bo'lasiz. Yo oldin yoki keyinroq safimizga keling, qani qo'shiling tezroq. Kutarsizni har kun har kecha 7dan 70gacha. Bugun tasvirga olinayotgan ko'rsatuvlar, seriallar oradan vaqt o'tib, ular ham mana shunday tarixga, arxivga aylanadi. Agar asrab avaylab saqlansa. 1993-yil uylanganimda Muhriddin Xoliqov to'y boshi bo'lgan. Husniddin Xoliqov kuyovjo'ram bo'lgan. Shohib akam, butun o'sha jamoa hammasini to'yi saqlangan, meni to'yim saqlanib turdi. Hali montaj qilinmagan. Shundoqligicha hammani ovozi qandoq bo'lsa, qandoqlik shundoqlik turdi. Raqamlashtirganmisiz? Yo'q, shundoq kasetda turdi. Hali qo'rqaman. Qachon oxirgi marotaba ko'rgansiz? 95-90-yillargacha yaqin ko'rganman. Qizlarim yosh bo'lib ko'rishga o'shandan beri turibdi. Ko'rmagansiz. Bir-biriga nima bo'lib yopishib brak bo'lib xavotir olmasangiz bo'ladi. Hozir suhbatimizga qo'shiladigan mehmonlarimiz bu borada mutaxassis. Eng yaroqsiz video kasetalarni ham ta'mirlab berish mumkin. Keling ularni taklif etsak. Assalomu alaykum. Kelibsiz? Assalomu alaykum. Kelibsiz? Marhamat, keling. Sizni bugungi sana bilan tabriklash mumkin. 14-mart kuni video magnitofon ixtiro qilingan. Va shu o'rinda keling lavhamizni tomosha qilsak. Albatta. Vazni qariyb yarim tonna, narxi esa $50,000. 1956-yili 14-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida keng ommaga taqdim etilgan ilk video magnitofon aynan shunday og'irlikda va qiymatda bo'lgan. O'sha davrda bu ulkan texnologik yangilik hisoblangan. Keyinchalik video magnitofonlar odamlarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanib, bo'sh vaqtini maroqli o'tkazishga xizmat qilgan. 1976-yili Janubiy Koreyada suratga olingan Yosh muallim kartinasi video kasetada tomoshabinlarga taqdim etilgan birinchi film bo'lsa, Qirol Sher dunyo bo'yicha 30 milliondan ortiq nusxada sotilib, video kasetalar tarixida rekord qayd etgan. DVD va raqamli texnologiyalar chiqqach, video magnitofonlardan asta-sekin foydalanilmay qo'yildi. Bu boradagi yirik ishlab chiqaruvchilardan biri Yaponiyaning Funai Electric kompaniyasi 2016-yilda oxirgi video magnitofonni ishlab chiqarib, xaridorlarga taqdim etgan. 2016-yili oxirgi video magnitofon ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'ylamanki xaridorisiz siz. Shunaqa bo'ladi. Topolsak agar klientlar javob ketib qolishmagan bo'lsa. Kimdir uchun bu eski video kaseta, lekin siz uchun unaqa emas. Ha, biz uchun juda ham qadrli. Kimlarnidir uyida mana shu narsa chayn bosib yotibdi. Kimlargadir umuman kerak emasdir. Lekin o'tib ketgan rahmatli yaqinlarimizni, ota-onamizni mana shu kasetalar orqali yana xotirlab, eslab tushuntirib bo'lmaydigan his-tuyg'ularni yana shu ekran orqali ko'rsak bo'ladi. Bizga ko'proq to'ylarni, kasetalarni olib kelishadi. Mijozlarimiz ko'ramizki, odamlarda samimiyat juda ham boshqacha bo'lgan. Ko'chirish jarayonida bizda o'sha monitorda play bo'lib turadi. Juda ham qiziqarli jarayon. Soddaliklari bilinadi, qanaqadir ko'rinishlaridan, kiyinish uslublaridan, istaralari ham juda ham issiq, bir boshqacha ko'rish kerak faqat uni. Hozirgi kunda ko'pchilik shu rahmatli bo'lganlarni deyarli hammasi meni to'yimda bo'lgan. 95-yil oxirgi marotaba ko'rishgan ekan. Oho, 90. Nima bo'lgan endi kaseta bilan? Endi u kasetani holatiga bog'liq. Kaseta deyarli shunday holatda turibdi, mana shu holat. Mana bunaqa qismi bo'ladi. Bu yoqda lentasi joylashgan. Kimdirlar o'ynab boshqa qilib yosh bolalar qo'liga tushadi, sindirib qo'yishadi mana bunaqa joyini. Shuni singan sababli bu yoqdan chayin kiradi, ichiga chayin g'ubor o'tirishni boshlaydi. O'z idishga shu holatda solib, imkon bo'lsa shu tikkaroq qo'yib qo'yishsa,
yana ko'proq yil saqlanishi mumkin. Endi bu 20 yil, 30 yil bo'ldi. Fleshga raqamli texnologiya o'tkazish vaqti ham kelgan bularni o'sha. Imkoni bor. Imkoni bor. Unda ham kasetani solinganda ham mana solinish o'zini tartibi bor. Mana mana bu ochiladigan tomoni ko'chada qolib ketadigan bo'lsa, o'sha bunga chankiradi. Bu yana ham xavfsizlik ta'minlaydi, ichida qolib ketsa. Ichida qoladigan bo'lsa, mana bunaqa shaklda yotkizib emas. O'sha paytda shunaqa maslahatlar berilmaganda, odam bo'lmagan. Sizdagi o'rgatadigan life hack qilib. Korobkalarni ham yo'qotib qo'yardik. Endi yaqin-yaqindan o'sha qadrli bo'lishni boshladi. Sababi bunda ko'pchilik o'sha ota-onasi kimlardir rahmatli bo'lishgan bo'ladi, dodalar, buvilar bo'ladi, farzandlar ko'rsatadi. Endi shu yaqindan o'sha disk qildirishga, diskdan ham avvalambor fleshga qildirishga o'tishdi. Va sizning faoliyatingiz bevosita aynan mana shu singari videokasetalarni qayta tiklashga qaratilgan. Shunaqa. Yaxshi. Nega aynan bunga e'tibor qaratdingiz? To'y xizmatlarida tasvirga olish mumkin. Buyurtmachiga tayyorni qo'liga topshirish mumkin fleshkada. Chunki oson ish emas. Shunaqa oson ish emas. Endi bunga qiziqishim sababi maktabda o'qib yurgan paytlarim to'ylarni videoga oladigan videochi deyiladi, xalq tilida videochi deyiladi. O'shalarning oldiga borganman. Kompyuterni remont qilgani, to'g'irlagani borganimda to'ylarni montaj qilishi qiziq bo'lgan. O'sha paytda endi u paytdagi to'ylarni berishmaganda, endi shu video magnitofon bilan kasetani berishganda. O'rganish maqsadi shuni ko'chirib ko'rgan, qilib ko'rgan, qanaqa bo'ladi va bo'ladi. Uyimda kompyuterim bo'lgan, shunga ulab ko'chirib o'sha paytlarda boshlangan. Qiziqligi menga nima bo'lgan? Misol uchun fleshkani tezligi, skorsiga qarab, tez yo sekin o'tadi. Endi bu video kasetada 3 soat bo'ladigan bo'lsa, 3 soat kutishingiz kerak. Xuddi shunaqa, analik bo'ladi. 3 soat bo'lsa 3 soat bo'ladi. Bizning ko'chirish jarayonimiz ham xuddi shunaqa. Video magnitofonga qo'yamiz, o'zini zahvat texnik apparatlari bor. Shunga qo'yib, play bosib, xuddi televizorda sizlar qanday ko'rsangiz. Biz buni yaxshi bilamiz. Bunaqa deganimdan so'ng dinozavrlar qatoriga kasetalar, BTKM, VHS kasetalari, keyinchalik mini DVD, oila oxir-oqibat hozir endi fleshkaga o'tib ketdik. O'sha davrda telefon olasan, shunda qo'yasan. iCloud o'tadi bo'ldi. Ziyoda faoliyatingizni boshlagan paytingizda hozirgidek telefonlar bo'lganida. Yo'q. Bunaqa kasetalar emas. Instagram nima bo'lar edi? Bilmasam, portlab ketardi. 11 million podpishchik nima bo'pti? Xudo bilsin qancha bo'lardi. Ijtimoiy tarmoqda sahifangiz bor. U yerga siz mashhur san'atkorlarning ham retro videolarini joylab borasiz. Shunaqa. Umuman olganda to'ylarni ruxsati bilan joylanadimi? Instagramga har bitta qo'yiladigan videolarimizni birinchi o'rinda o'zimizga tanish bo'lgan odamlarnikini qo'yamiz. Undan tashqari agar mashhur san'atkorlar bo'ladigan bo'lsa yokida san'atkorlarning yoshlikdagi davrlari bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha kasetani egalaridan ruxsat olib, keyin reels formatiga keltirib ijtimoiy tarmoqlarga chiqaramiz. San'atkorlarning o'zi-chi like bosadimi? Yoki e'tiroz bildiradimi? San'atkorlarimizda ham kollaboratsiya qilib qo'yganlarimiz bor. Yaqinda Jahongir Foziljonov tug'ilgan kuni bo'ldi. Shunga birga istoriya qo'ydik, ular ham da'vat qildilar. O'ylab qoldim bundan, ko'zlarimda shabnam, dilga soldi alam, benazir sanam. Topolmasam birdan, yonib xavotirdan. Bu albom qanday albom? 60-yildan 2000-yilgacha bo'lgan rasmlar yig'ilgan bu. Ko'pchilikda kichkina rasmlar bor. Rasmlar u yoqda, bu yoqda bo'ladi, yo'qolib ketadi. Vaqt o'tishi bilan rasmlar eskirishi bor. Quyoshda qolib ketsa, oqarishi bor, sifat o'zgarishi bor. Yangilik qilib qo'shdik. Bular hozir 2026-texnologiyasi hammasi lazerli printerda chiqarilgan. Misol uchun quyoshda qolsa ham, boshqa har xil ob-havo sharoitlarida ham rasmlarga ziyon yetmaydi. Ranglashtirilgan bu rasmlar. Ba'zilari ranglashtirilgan, ba'zilari o'sha davrni eslatish uchun o'zini horda qoldirilgan. Baribir qog'ozga chiqarilgan. Fotosuratlarga yetmaydi. Fotosurat bir chetda turadi. Fleshga esa o'chib ketishi mumkin, kuyib qolishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin. Hamma arxiv yo'q bo'ladi. Yo'qolishi mumkin. Mana fotoalbom yaxshi o'ylashibdi lekin. Ko'rsa bo'ladimi? Yaxshi. Rangli xohlashsa, menda bor rasmim. rangli ham qilib berishamiz. Boraman Bizda sizga. bor eski o'sha qog'ozi. Bolaligimdagi rasmlarim bor. Video kaseta yo'qmi? Video kaseta menimcha yo'q. Yillar o'tgan sari oilaviy holat o'zgarishi mumkin-da, misol uchun. Balkim misol uchun 20 yil oldin oddiyroq oila bo'lishgandir, keyin qanaqadir biznesni yo'lga qo'yib, qanaqadir natijaga erishgandir. O'shaqa paytda ko'rishsa, shunaqa davrlarda ham yashaganmiz.
hozirgi ko'rsang. ota-onalar farzandlariga sizlarga o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Qadriga yetlaring. Ishonmaymiz deyishsa mana deb Ha, qo'yib beriladi. Shukur qilishi uchun. Shukur qilishlari uchun albatta. Qanday yangilikka qo'l urmoqchisiz endi? Sun'iy intellekt orqali aynan mana shu video kassetada ishlangan ma'lumotlarni sifatini yana ham ko'tarib, ranglarini tiniqlashtirib, shunaqa faoliyatimizni ham yo'lga qo'yganmiz. Lekin bu soxta bo'lib qolmaydi. Yo'q. U xuddi shuni sifati yana ham ochiladi. Ranglari joyiga keladi, ko'rinishlari. ko'p holatlarda soxtaligi bilinib qoladi. Juda soxta. Rasmlarni videoga o'g'irishni ham iloji bor hozir. Endi uni ham to'g'ri ishlatadigan bo'lsa, qilsa bo'ladi endi. Tajribaga bog'liq, bilimga bog'liq. Tajriba bilimga bog'liq. Siz kabi o'z ishini sevgan mutaxassislar sabab yaqinda deyarli 50 yildan so'ng qadrdon kinofilm yana tomoshabinlar e'tiboriga taqdim etildi. Bahor yomg'iri deb nomlangan film O'zbekiston xalq artisti Ubaydulla Omonning ilk kino loyihasi va ko'rsatuvimiz arafasida biz Ubaydulla aka va ularning turmush o'rtoqlari bilan suhbatlashdik. Keling namoyish etsak. Birinchi kinom 21 yoshda edim. 70 dan oshgandan keyin ertalab ko'zingizni ochsangiz Eng katta shukur qilish kerak. Baxtsizlik bo'lmagan daqiqa bu baxt. Televideniyaga chiqsangiz qanday? Bilmasam, hech tasavvur qilolmayman televideniyaga chiqishni. Singlim bor, shunga alohida salom deb qo'yay, esingizdan chiqib ketadi xola dedi menga. Mana. Unutmadim seni, singlim. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush bo'ling. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Yo'lda kimni zeriktirmay keldi? Ubaydulla aka, siz Nilufar opammi yoki Nilufar opa siz nima? Zerikmaymiz. Nilufar yo'lda qiyin savollarni beradi. Men unga javob berishga harakat qilaman. Shu vaqt o'tishini sezmayman. Bu gal qanday savolga javob berdingiz? Muhabbat nima? Xiyonat nima? Mana shunaqa savollar. Ikkinchi savol ko'proq beriladi. Lekin dolzarb emas. Yo'q, xudoga shukr yo'q. Yaxshi suhbatlar qilish mumkin, tarixni yaxshi biladilar. Savollarimga tayyorlanib, ehtiyotkorona javob beradilar. Buni sezib turaman. To'g'risini ham sezaman, noto'g'ri javobni ham bilib turaman, lekin bildirmaslikka harakat qilaman. Endi siz kitoblarga mehr qo'ygansiz. Xuddi shunday. Har qanday savolga javob izlash siz uchun muammo emas. Yo'q, men javob beraman. Qaysi sohada bo'lmasa bu savol. O'zimcha fikrim bor. Buni ta'siri kitob. Va kitobga mehr qo'yishingizga ustozingiz xuddi shunday, mana garchi ximiyadan dars bergan. Biz qo'shni edik. Ular xotin agar ketsa biron joyga, meni chaqirardilar-ki, o'g'lim bilan o'tirgin deb. Keyin bir to'qqiz kitob qoldirib ketardi. Mana men o'sha ikkita o'g'li keyin shu kitobxonlik qilardik. Shu kungacha har kuni kamida bir 50 varaq kitob o'qishim kerak. Yomg'ir shivirlab yog'ib turgan bir paytda kitob o'qib o'tirishning gashti boshqacha. Ayniqsa bahorda. Xuddi shunday. Keling e'tiborimizni monitorga qaratsak. Marvarid tomchinga ko'pdan ko'p men xumor yoshligim qo'shig'idir ketmas xayolimdan bahorim kuylaydi ishq kamolimdan o'zim oshqda hol ko'zim yo'lingda qo'ymayin hijronda izmim qo'lingda. Necha yil ortga qaytdik hozir? Bu 70-yilni kinosi. Birinchi kinom 21 yosh bo'lgansiz. 21 yoshda edimman. Oradan shuncha yil o'tib, ushbu tasvirlarga boqqaningizda xayolingizda nimalar o'tadi? O'sha syomka jarayoni, premyeralar, men bilan o'ynagan partnyorlarim
joyi jannatda bo'lsin. Ustoz san'atkorlar ishtirok etgan. Birinchi Obid Yunusovning kinosi bizni kinomiz. Obid aka birinchi marta shu kinoga chiqdilar. Temur, kechirasizlar. Salom. Salom. Kiraver. Tanishinglar. Yaxshimiz. Assalomu alaykum. Matluba. Temur. Sizni taniyman. O'g'ilchangizni bizni shifoxonaga borib turardingiz. O'sha yerda. Jamshid, bu yoqqa kel. Hozir. Voy bu. Kvartira haqida og'iz ochma. Keladi menga. Qo'rqma, senga ukol qilmayman. Ana Jamshid, ana. Biz bir zumga kiruvdik. Taksi kutib turibdi. Ba'zi narsalarni olib ketish kerak edi. Jamshid, sho'xra qilma. Yur. Dada men ham boraman. Yura qol. Buni qarangki, oxirgi kinolari ham men bilan bo'ldi. Fatima Zuhra. Aida Yunusova, Barchinoy Bakirova, Jamol Bo'raboyev va men. Hammamiz 5-kursda o'qiyapmiz. Ular aktyorlik kursida, men rejissyorlik kursida. Biz sinovdan o'tdik. Mana shu kinoga qatnashdik. Meni rolimga juda ko'p aktyorlar proba bergan. Oxirida biz Yalla ansamblini Shahboz Nizomiddinov bilan ikkovimiz qoldik. Nimagadir menga to'xtalgan. Keyinchalik Shahboz aka bilan ko'rishmagansiz? Yo'q, ko'rishganman. Xafa bo'lmagan? Yo'q, juda samimiy odam, juda mehribon odam, joyi jannatda bo'lsin. Juda kamtarin insonlarda. Va buni qarangki, bir necha yillar o'tgandan keyin men Romeo Julietta kinosiga chiqyapman. O'shanda Shahboz rahmatli qizini olib keldi menga. Kinoga qiziqayapti. Yoshi 17da to'g'ri keladi Juliettaga dedi. Shuni tavsiya qilgan dedi nimaga rejissyorga. Zarinani. Men qarasam Zarina chiroyli, go'zal, qomati baland. Pianinoda shunaqangi o'ynaydi. Tayyor Julietta-da. Men aytdim, Bahrom qidirishning hojati yo'q, mana Julietta. Men bilan qizimni o'ynadi. Bir 1970-yili premyera qilingan bo'lsa, yillar davomida keyinchalik namoyish etilmagan. Yo'q. Ko'rmagansiz? Yo'q. Va hamkasbimiz kinoshunos Lobar Qobilova va Nilufar opaning sa'y-harakatlari bilan oradan 52 yil o'tib qayta tiklandi. Nimagadir shu kino bilan qiziqib qolibdi-da Lobar. Mendan so'radi, bu kinoyingiz qayerda? Sizda bormi? Men aytdim, yo'q dedim, bu kino hech kimda yo'q dedim. Chunki muallif o'lib ketdi, rejissyor vafot etgan, direktor ham o'lib ketgan. Men qayerda bo'lishni, Moskvada bo'lishi mumkin. Kinofond degan bir tashkilot bor u yerda. Hamma kinolarni birinchi ekzemplari o'sha Moskvada topshirardi. O'sha yerda bo'lishi mumkin dedim. Uni ilmiy ishi, dissertatsiyasi, o'sha diplom ishi Yosh Yomg'irni tanlagan ekan. Ikkalamiz bevosita hamkorlikda aytib, so'rab, hali men endi xohlamadim o'zlari bilib qolsalar-ki, uncha qizig'i bo'lmaydi deb. Shu uchun Lobarxon bilan birgalikka kelishib oldik. Jarayondan Ubaydulla aka xabarlari bo'lmagan. Yo'q, xabari yo'q. Umuman o'sha Lobar qizimiz bilan kelishib oldik-da-yu, u anchagina izlandi. Turli xil tashkilotlarga xatlar bilan murojaat qilgan va shuni natijasida keyin telefon qilib, Nilufar opa, men kinoni topdim, shunaqa bo'ldi deganda rosa xursand bo'lganmiz. Men aytdim, eshitsalar xursand bo'lib qoladilar. Hozircha oramizda sir bo'lib qolsin dedilar. Men unaqa qilib panoramada chiroyli qilib chaqirib olib, intervyu qilib, bir ko'rsatuv shakliga keltirib ko'rsatmoqchiman va o'zlarining emotsiyalarini ko'rmoqchi edim dedi. Madaniyat va ma'rifat telekanali ko'magida raqamlashtirildi va ekran esdaligi ko'rsatuvi tasvirga olinib, 52 yildan so'ng qatnashdi. Yana ko'rdingiz.
Shuni ko'rib bo'lgandan keyin ko'pgina muxlislari ancha yosh bo'lgan ekanlar, ko'rinishlari umuman chiroyli bo'lgan ekanlar. Mana shunaqa aktyorimiz bor ekan. Endi bu yosh bilan bu kishi muxlislar o'rta yoshda ko'rmaganda bu kishini qanaqa ijod qilgan, ko'rinishi qanaqa bo'lganidan umuman xabari yo'q. 33 yillik tanaffus bo'lgan. Bu o'sha 21 yosh, 54 yosh. Shu uchun siz ko'rganda qanday taassurot bo'ldi? Bilasizmi, nima esimga birinchi tushgan mani? Shu Samih obrazi o'zlariga yaqin obraz. Ko'rganimda shu narsa fikrimga kelgan. Undan keyin ko'rinishlari rahmatlik ukamga o'xshatganim uchunmi, mana shunaqa bir tuyg'ular bo'lganda yurakda. Kino umuman ko'nglimga yaqin tegib ketdi desam ham bo'ladi. Erta olamdan o'tgan. Erta olamda o'tgan. Shu yoshlikdagi suratlari, mana shu ko'rinishlari aynan ukamga o'xshashlik joylari bor. Asta-sekin siz ham kino olamiga kirib boryapsiz. Ta'lim sohasida ishlaganman. Kino bu shou biznes olami men uchun uncha yiroq bo'lgansiz. Yiroq bo'lganman, ha. 7 yil avval uchrashgan edik. To'yingiz bo'lganidan so'ng va unda siz kadrda emas, kadr ortida aytgan edingiz, taklif bo'lganida yo'q deganman. Aktyor mashhur bo'lsa mayli, lekin yo'q. Bu menga yaqin soha emas. Yo'q, menga yaqin soha emas. Men uchun emas. Ammo hozir serial ko'ramanmi, kino ko'ramanmi, nimadir ko'radi, Gollivud bo'ladimi, Bollivud kinolari bo'ladimi, o'zimni savollarim bor. Shuni bersam, bu kishi to'liq, chiroyli, professional darajada javob beradilar-da va o'shalarga javob olaman. Endi hozirgi Baxtiyor kino ko'rsam, avvalgilardek ko'ra olmayapman kinoni. Tahlil qilib ko'rasiz hozir. Tahlil qilib ko'raman. Masofkasini ko'raman. Rejissyori kim ko'raman. Rejissyorni qaysi kinolarni olganlari bilan qiziqaman. Avval bunaqa kino ko'rmasdim. Avval bunaqa serial ko'rmasdim. Shunchaki ko'rardim. Ko'p bor aytiladi va intervyularingizdan birida siz ham ta'kidlab o'tgansiz. Pasportdagi yosh bu boshqa yosh. To'g'ri. Qalbidagi yosh bu mutlaqo boshqa yosh. To'ppa-to'g'ri. Va o'zimni 50 yoshdaman deb his qilaman. Bo'ldi shu voqea. Hozir endi hozir ham 50 yoshdamisiz? Yo'q, hozir 60. 60. Men bolaligimdan Hazrat Bahodirning bir nasihatlarini eshitganman va shuni mahkam o'zimga olganman. Inson tasavvur qilsinki, daryoni o'rtasida turibdi oyoq bilan. Daryoning suvi oqib ketyapti. O'tib ketgan suv bu o'tmish, kechagi kun. Uni eslama. Foydasi yo'q. O'tib ketdi. Oqib kelayotgan suv bu ertangi kun, kelajak. Buni ham o'ylama. Foydasi yo'q. Sen mana shu hozirgi suvni qadriga yet. Bugungi kunni suvi. Mana shuni o'yla. Shuni qadriga yet. Afsus ham qilmayman, orzu havas ham qilmayman. Kelgan kunni shukrona bilan qabul qilaman. Ayniqsa 70 dan oshgandan keyin ertalab ko'zingizni ochsangiz, eng katta shukr qilish kerak. Qo'lingiz bilan ko'rpani olsangiz, shukr qilish kerak. Ikki oyog'ingizni yerga qo'yib, o'rningizdan turib, borib qo'l yuzingizni yuvsangiz, shukr qilish kerak. Shuni o'zi baxt. Mendan ko'pincha uchrashuvlarda so'raydilar, baxtni nima deb bilasiz? Baxtsizlik bo'lmagan daqiqa bu baxt. Mana hozir men baxtliman. Chiroyli bir ish bilan band bo'lyapman. Men baxtliman. Bir daqiqadan keyin nima bo'ladi, men bilmayman. O'tmishni o'ylagandan foyda yo'q. Ijoza o'zgartira olmaysiz. U o'tib ketdi. Kelajakni hech kim bilmaydi. Lekin albatta inson yaxshilikni o'ylaydi, orzu havasi bor. Shunga yarasha harakat qiladi. Bu tabiiy. Bu tabiiy. Ya'ni qo'l qovushtirib o'tirish kerak emas. Yo'q, albatta sandan harakat, mendan barakat. Lekin agar shu orzungiz bo'lmasa, oshmasa, unda xafa bo'lish kerak emas. Demak, taqdiringizda yozilmagan. Va bu ham yaxshilikka. Albatta. Mana shu insonning hayotini men serial deb o'ylayman. Har bitta insonning hayoti bu serial. O'ziga xos serial. Mana hozir bizning serialimiz ketyapti. Sizning serialingiz ketyapti, meniki ketyapti, Nurfaniki ketyapti. Kechqurun bu serial tugaydi. Bu serialning davomi ertaga boshlanadi. Shuning uchun mana shu kun bilan yashash kerak.
shu kunga rozilik berish kerak, ijobiy qabul qilish kerak kelgan kunni. Kundan kunga xudoga shukr hayotimiz yaxshilab boryapti. Muxlislar e'tiborida va ardoqda ekansiz. Demakki 100 yoshdan keyin ham siz ishtirok etgan filmlarni ko'ramiz. Nasib bo'lsa. Nasib. Va birgalikda muhokama qilamiz. Inshaalloh, inshaalloh. Kinoning sehrli olami doim o'ziga rom etib kelgan. Jizzaxlik Salomat opa ham bolaligidan aktrisa bo'lishni orzu qilgan, garchi hozir kinofilmlarda rol ijro etmayotgan bo'lsa-da, o'g'li olayotgan videolarning bosh qahramoni. Assalomu alaykum, keldim men. Yana qilmanda qilyapsizmi? Qilmandani zakazga hozir 30 ta madro kelar ekan. Aya, aytgansiz-ku menga yoshligimda rosa aktyor bo'lgim kelgan meni, rosa aktyor aktrisa. Maktablarda rol o'ynab yurardim, rosa. Ha. Raqsga tushganman, qo'shiq aytganman. Televideniyaga chiqsangiz qanday? Televideniyaga chiqolmasam kerak bo'ldi. Nimaga chiqolmaysiz? Bilmasam, hech tasavvur qilolmayman televideniyaga chiqishni. Sizni xudo xohlasa Toshkentga aylantirib kelaman ona. Televideniyaga chaqirishdi mayli. Zamiriyanga shuning uchun ko'ylak tiktiryapti ekan-da. Aytdi, Zamiriyang nimaga ketmaydi, o'lchib ketdi deb. Taklif etamizmi? Ha, albatta. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, keling. Ko'ylak tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Bir kunda. Ha, bir kunda. Kutilmaganda. Kutilmaganda. Sizlar hozir sizni televizorda ko'rdik. Ana. Endi ana jonli ko'ryapmiz. Qayerlardan keldingiz? Biz Qallarol tumani Beshbola qishlog'i. Kenjatoyingiz bilan birga keldingiz? Kenjatoyimiz bilan shu yerga olib kelishgacha bo'ldi buni ishi. 24-mart kuni 24 yoshini qarshi oladi. Xudo xohlasa. O'g'ildan keyin qoyil qoldi. Navro'z kunlari tug'ilganda. O'sha kuni qishlog'imizda sumalak bo'lgan. Sumalak yeb turib keyin ketganman. Navro'z qo'ymoqchi bo'lganmiz, lekin dadasi qo'ymagan. Opalarim aytgan, shuni orqasidan davron surib yurda, telinaga chiqqin deb davron qo'ygandasmini? Ha, milliy taomlar bilan bog'liq hozirgi faoliyatingiz. Bog'liq. Mana shu uyam davronning orqasidan. Va bunga o'zgarishi sabab bor. Shu bitta qiz sabab bo'lgan bo'ldi. Boshqa sabab. Shu bo'ldi. Boshqa sabab. Ko'p gapirolmaydi. Faqat anaqada gapiradi Instagramda. Asosiy sabab yozning kuni men usta ishlatganman. 4 mahal ovqat qilib berganman. Keyin o'zimni xuddi ham oshpaz, ham ofitsiant tasavvur qildim. Keyin davronga aytdim, davron bitta oshxona ochsak bo'lar ekan, bemalol uddalayman ekan. Keyin davronni miyasida shu gap turgan-ku, akasi ishdan qilgandan keyin onasi shunaqa deb aytdingiz, uddalaysiz dedi. Ovqatni boshladik hozircha, lekin odamlar juda ham yaxshi yeyapti. 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Va 1 oylik natija yomon emas. Natija yomon emas, juda ham yaxshi. 20 ta qilmindi. Avval 200 taga, endi 400 taga chiqdi. Hatto somsa xamir tayyorlay turdik. 2 tadan boshladim. Bu reklamaga qilgandan keyin 100 ta, 200 taga chiqdi. Restoraningizda 3 nafar xodim bor. Kafe deng restoran. Ayni niyatni yaxshi qilishga. Oyingiz siz va akam. Akasi, lekin agar shunaqa desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Meni dugonangiz ham bor. Chin dugonam bor. Meni ko'rib turgan. ekan. U uncha o'zini ko'rsatishni xohlamaydi. Videolardan birini tomosha qilsak. Choy damlashga nima kerak? O'shani yozmadik hali. Xullas Toshkentdan narsalarimiz yetib keldi. Choyni olib keldim, stakan, qoshiqlik, salat solishga idish olib keldim. Bu yoqda kosa, unaqa yaxshi original, yaxshi tovoq olib keldim. Keyin
Hozir yoz mehmonlar keladigan bo'lsa, bunaqa meva solishga idish olib keldim. Mana hali ochilmagan narsalar. Keyin mana joyimiz xudo xohlasa. Hali kichkina. Endi men ham qurbim yetgancha, kuchim yetgancha qilibman. Xudo odam hisob kitob qilyapti. Mana Nuronjon, qo'limizni gilamkan nima deysiz? Voy, Alloh ko'makchi. Katta bo'lmasa, eng asosiysi shinam bo'lsin. Shunday. Odamlar xursand bo'lib ketadi. Nima ovqatlar bu asosan? Birinchi o'rinda osh, g'ilmindi, qayla, mastava, somsaning ko'kidan ham, go'shtlidan ham. Oshpaz bir o'zingiz. O'zim. Endi yana Davronning boshqa rejalari ham bor, u surpriz bo'lsin. Yana rejalar qilyapmiz. Xudo xohlasa u reja ham yozga bitadi. Hozir bizga ish so'rab keladiganlar juda ko'p bo'ladi-da. Bizning joyimiz kichkina-yu. Shuning uchun men ish so'rab kelayotganlarga uyida uni ish bilan ta'minlayapman. Ana. Yaxshi, sifatli mahsulotlarni menga yetkazib bersa, uydan qilib kelyapti. Chunki men agar shuni hammasini o'zim qilaman desam, u yolg'on bo'ladi. Aytish kerakki, yaqingacha o'zingizda sharoit yaxshi bo'lmagan. Shunday. Men juda qiynalib katta qilganman bolalarimni. Hamma ish qilganman. Bolalarim kichkina payti ko'chaga chiqolmagan paytda non yopib, choyxonalarga topshirganman. Oldimizda choyxonalar bo'lgan. Birinchi oborgamda olmagan nonimni, "Xola, bunaqa uy non ketmaydi" degan bepul tashab kelganman. Mayli o'zlaring yersinlar. Keyin 2 kun o'tib non yetkazilmay qolganmi shu yerga. Bir xalta unda 3 kunda non qilib yopib berganman. Sabrli bo'lish kerakda, mehnatdan qochmaslik kerak. 4 ta farzandim bor. Bo'lgan kamchilik bo'lgan, jahlim chiqqanda uy tozalab ish qilib ketardim. Keyin esim chiqib ketardi, urushgan. Jahlingizni shu ishdan olarsiz. Ishdan olganman. Bir marta ham uyga ketib qolmaganman. To'g'risi, biron marta arazlamaganman-da. Arazlasam ish qilganman. Mana life hack. Hozir endi ham oshpaz, ham hisobchi, ham bloger. Men Salomat opa. Ha, shunday. Blogingizning asosiy qahramoni. Blogerlikka da'vogarlik qila olmayman, chunki telefonni endi ishlatib, endi tushundim. Men hozir asosiy ishim ikkita nevaram bor. Nevara qarayman. Vaqt topiladimi nabira qaragani? Albatta. Qay bir taomingizga talab katta? G'ilmindi. G'ilmindini yetkazolmayapman. Lag'man ham o'zim qilyapman. Faqat lag'manni reklama qilmay turib, uni yetkazolmay qoldim. Qilmay tur deyapman. Endi Videolaringizdagi samimiylikni eshityapsizmi? Sanjar? O'sha davr odamlarida baribir ham bordi o'sha samimiylik. Navruz kunlari endi odam gavjum bo'lishi aniq. Bizni joyimiz torliq qilyapti, hozir bitta joyni yana kengaytiryapmiz, lekin joy torliq qilganlar odamlar ketib qolmaydi. Ko'ngil keng bo'lsin asosiysi. Qarab qo'yaman. Ko'rsatuvdan keyin ham qo'shni joy ochiladi. Ovqatlanib o'tirgan odamlar turguncha eshikni oldida yana 10 ta odam kutib turadi-da. Xijolat bo'lib ketaman. Endi kutib turganlarga qarayman. Joyni xudo xohlasa yangi joy qilib sumalak bo'ladimi? Niyat bormi? Shu. Sumalak qaynatib, qanday qo'shiq kuylash kerak Burxon aka? Albatta, Ziyoda. Bir parcha quyosh topdim. Mashhur qo'shiqni eslatsak. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Mo'jizali mo'jas tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jas tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Har bahor aniq kuylanadigan qo'shiq. Hoji Akbarni adalari Shahobiddin Xoliqov o'sha birinchi qo'shiqni olib kelganlarida men eshitib ko'rganman-da, klipni 3 kunda tayyorlashimiz kerak deganlarda. Keyin o'zlari aytganlar, "Burxon, bu qo'shiq shunaqa bo'ladiki, yillar davomida eskirmaydigan qo'shiq bo'ladi" degan. Haqiqatan eshitgandan keyin 3 kun ichida klip qilib, 4-kuni efirga berganmiz. 21-Navruz kuni, mart kuni kechqurun 6 da efirga qo'yilgan. Ertasiga sizni Xoliqov yana yulduz bo'lib tug'ilgan. Ortiqcha effektlarsiz. Hech narsasiz. Bizda
chunki tez qilganmiz u. Lekin hammaning yodida qolgan. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, klipda faqat skleyka. Birorta bir effekt hozirgi relsga o'xshagan bir o'tkazadigan narsalar siz xoliq o'tirganda toshib, aylantirib o'tiradi-da. Uni men aylantirib o'tirganman-da. Kreslosini aylantirib o'tirib, keyin kresloni tugagandan keyin aylantirib o'rganman. U aylanib ketganda sizni mana kreslada aylanib ketgandan keyin orqasida men turib, xudoga shukr, rahmat, syomka tugadi, hammalarga rahmat turganda operatorimiz Bahodir Hojiboyev men kamerani ochib yuborgan, umumiy qilib. Unda men ko'rinib qolganman, men ishchi kiyimda. Montajda ko'rib shuni qo'yasan deydi-da. Yo, ahvolimga qarang. Ishchi kiyimim bo'lmaydi bunaqa ahvol desam, yo'q. Bo'lmasa umuman klip kerak emas, ketdik deb turgan. Bo'pti, qop deganman. O'sha esdalik qolib ketganman. 1997-yil olingan. Mo'jizali mo'jastosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh, bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Maqulda bo'lganman, shu videoda ham bor. Siz ham ishtirok etgansiz, hojak. Ha, men onamning qo'llarida bo'lganman, shu qo'limizda bo'lganda bu. Ularni qo'lida olganmiz, ularni qo'limizda Shohobaka bo'lgan, o'sha yerda onam qo'llarida turibman videoda. Hammani olib borganmiz o'sha. Nafaqat qo'shiq mashhur bo'lgan, balki ushbu klipdan so'ng bosh kiyimlar ham urf ketgan. Ha, hattoki agar yodingizda bo'lsa, oldingi ko'rsatuvda bosh qahramonimiz o'ynagan Nargizani Amerika bilan birga bog'laganmiz. Telefon orqali bir necha yil avval suhbatlashgan edik, chunki bosh rol ijrochisi ayni o'shanda Nargiza Amerikada istiqomat qiladi. O'sha gapini gapirib bergan. Esda qoladigan narsa bo'lgan, nima bo'lgan deganda, Nargiza, bilasizmi, ko'chada yura olmay qolganman, o'sha shlyapamni kiyib. Hamma joyda shlyapa moda bo'lib ketgan. Qora shlyapa ko'rdinglar hozir efirda. Sevimli telekanalda namoyish etilgan Xayrli oqshom ko'rsatuvimizni yodga solsak. Assalomu alaykum hammaga, studiyaliklarga. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Bilmayman, qayerdan qo'limga o'sha kuni shlyapa tushib qolgan, sochim yaxshi turmagan edi. Ha. Kiyib ola qolgan edim. O'sha paytda moda bo'lib ketgan, lekin hozir Facebook kompaniyasida ishlayapman bu yerda. Bir nafar qizingiz bor. Ha, bitta qizim bor. Hojiakbar borganda uchrashib qolsangiz, aytishingiz mumkin. Ha, endi bular birga ishtirok etganmiz ushbu klipda. Men chaqirdim. Ana. Onam qo'ldagi o'sha Muhammad deysan. Menimcha ular boshqa shtatda eshitsalar kerak, chunki Kaliforniya bo'lganlarda eshitgan bo'lardi. Qarangki, hattoki 29 yil oradan o'tgan bo'lsa ham kechagidek eslab turibmiz, ha. Har bir ishga mehr bilan yondashadigan bo'lsa, vaqt sinovidan muvaffaqiyatli o'tadi. Xoh kinofilm bo'lsin, qo'shiq bo'lsin. Shunday. Mening shiorim birinchi o'rinda tozalik. Men tozalikka juda qattiq e'tibor beraman. Xoh u farzandim bo'lsin, xoh begona bo'lsin. Agar men aytgan tozalikni qilmasa, shu kuni ishdan ketadi. Kim ketadi endi o'zi 4 kishi? Yo'q, o'zim ketaman. Shu, men ketaman-da. Agar ular tozalikka rioya qilmasa. Agar siz ketadigan bo'lsangiz kim qoladi oshpaz? Oshxonasi bugunga o'xshab to'xtab qoladi. Ha. Bugun chunki mijozlarimiz, mana keladigan mijozlarimiz och qoldi bugun. Mana biz sabab kechirishar bir marta. Kechirsin deb yoz dedim, ayt dedim. Chunki ko'plar keladi-da. Salomat opa, restoranning mijozlaridan biz uzr so'raymiz. Bir kun kechirishsin. Shunday. Restoran deyish kerak. Salomat opa. Restoran. Nima kam joyi bor? Restoran deyapmiz, lekin bir oyda shunaqa natija bo'lsa, bir yildan so'ng aniq restoran bo'ladi. Shunday bo'lsin. O'zimda singlim bor, O'g'lay degan. Juda yaxshi qiz. Shunga alohida salom deb qo'yay. Esingizdan chiqib ketadi xola dedi menga. Rahmat singlim, O'g'lay. Ismlari nima? O'g'lay. Mana. Unutmadim seni singlim. O'g'lay opa uchun maxsus Hojiakbardan tarona. Ana. Ustoz san'atkor